Muhtaram muxlislar, dasturimizni davom ettiramiz. Zuhraxon farzand oila quvonchi, jamiyat tayanchi hisoblanadi. Shuning uchun ham bola aziz, odobi undan-da aziz deyishadi. Xalqimizda kelajak avlodimizni, farzandlarimizni har tomonlama sog'lom, barkamol qilib tarbiyalash, ularning ilmli, madaniyatli, ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lishlariga alohida e'tibor qaratilmoqdaki, bu ishlarni bir ezgu maqsad, ezgu bir xayrli ishlar desak xato bo'lmaydi. Mutaxassislar ham farzandning ta'lim tarbiyasi bilan ularning 3 oyligidan boshlab shug'ullanish lozim deb hisoblaydilar. Ya'niki bolaning maktabgacha bo'lgan davrini ikkiga bo'lish lozim, ya'niki bog'cha yoshigacha hamda maktab yoshigacha. Aynan bugun maktab yoshigacha bo'lgan bolajonlarimiz haqida so'z yuritishni maqsad qildik. Ayni maqsadda studiyamizga viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi ta'lim sifatini ta'minlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'lim boshlig'i Furqat Ro'zmetov hamda Xiva shahridagi 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi hamda tarbiyachilarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Furqat aka, keling suhbatimizni siz bilan boshlasak. Demak, bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qanday yangiliklar, qanday yangi texnologiyalar amaliyotga tatbiq etilmoqda? Shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Bugun haqiqatan ham hozir boshlovchi o'zlaringiz aytib o'tdingizlar, bugun bola tarbiyasiga bo'lgan ota-onalarimizning e'tibori, o'zi zamonni o'zi bugun maktablardagi farzandlarimizga, o'quvchilarga berilayotgan e'tiborni ko'rib turib, bevosita maktabgacha ta'limda ham shunday islohotlarni amalga oshirish, ta'lim tarbiya berish jarayonida yangi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bu dolzarb mavzu bo'lib qoldi. Bugun biz farzandlarimizni, bolalarimizni oldingidek qo'g'irchoqlar bilan alday olmaymiz. Chunki ularning dunyo qarashi, ularning qo'lidagi texnologiyalar bugun boshqacha. Shu maqsadda hozirgi kunga kelib maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda xabaringiz bor, oldingi ko'rsatuvlarda ham aytdik, 2017-yilda bizada yangi o'quv dasturiga o'tdik, ya'ni ilk qadam o'quv dasturi asosida. Bu ilk qadam o'quv dasturimiz eng asosiy maqsadi bu shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Bu ta'lim jarayonimiz oddiy oldingidek shu har kuni bir mavzu, har kuni yangi mavzu emas, balki oy davomida bir mavzu orqali bolalarimizni rivojlantiruvchi markazlarimizda ularni bilim ko'nikmasini oshiryapmiz. Xo'sh, bugun rivojlantiruvchi markazlarimizda, faollik markazlarimizda bolalarimiz har kungi oylik yangilikni, oylik mavzuni qay darajada o'zlashtiryapti? Buni o'zlashtirish uchun ularga nima kerak? Buni o'zlashtirish uchun ularga rivojlantiruvchi o'yinlar kerak. Aynan bugun shu studiyamizda men bilan birga hamkasblarimiz Xiva shahridagi 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining xodimlari yig'ilishgan, pedagoglarimiz yaqindagina butun viloyatimiz bo'ylab yakunlangan bir yangi tanlovimiz bo'ldi. Bu aytib o'tish lozimki, respublikada birinchilardan bo'lib biz ushbu tashabbus bilan chiqdik. Ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagoglarimiz o'rtasida markazlarda foydalanish uchun rivojlantiruvchi, ya'ni eng yaxshi rivojlantiruvchi o'yinlar ko'rik tanlovini tashkil qildik. Bu bevosita Xiva shahrida yaqinda bo'lib o'tdi, tuman bosqichi. Aynan shu 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimizning jamoasi Xiva shahrida faxrli birinchi o'rinni egalladi va viloyat bosqichiga yo'llanma oldilar. Bugun shu pedagoglarimiz bilan birgalikda, agar ruxsat bersangiz, ular tomonidan yaratilgan rivojlantiruvchi o'yinlar bor. Ular tomonidan ishlab chiqilgan yangi metodikalar bor. Bu har bir o'yin, har bir rivojlantiruvchi bizni bu o'yinlarimiz aynan shaxsga yo'naltirilgan. Ularda qaysidir bir sohani, qaysidir bir qobiliyatni yuzaga chiqarish uchun yordam beradigan o'yinlar hisoblanadi. Bugungi zamonning bolajonlari juda ham bir qiziquvchan, juda ham bir intiluvchan va ularning qiziqishlarini oshirish uchun mana shu ajoyib ko'rgazmalar orqali ularning mehrini, qolaversa, qobiliyatlarini ham shakllantirib borasizlar-da. Xo'sh, bugun bolajonlarimizga qanday o'yinlarni va qanday texnologiyalarni joriy qilyapsizki va bugungi kunda bu qanday samara beryapti? Mana Xiva shahar 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori hamda pedagog xodimlar bilan birgalikda ilk qadam o'quv dasturiga asoslangan holatda rivojlantiruvchi o'yinlarni biz yaratishga harakat qildik. Endi rivojlantiruvchi o'yinlar bu bolaning aqliy nimasini rivojlantiradi, to'g'rimi? aqliy rivojlanish qobiliyatlarini ham, hatto kerak bo'lsa davlat talablarining 5 ta sohasi ham rivojlanadi. Bir-biri bilan suhbatlashgan vaqtida bolaning nutqi o'sadi. Chunki ko'rib turib, misol uchun ko'radida
misol uchun mana bu kasbni tanishtiradigan bo'lsak, mana shu taxtachada bitta kasb faoliyati tasvirlangan. Predmetlar bilan bu kartochkalar bu olinib turgan holatda turadi. Boshida misol uchun shifokorimizni qo'ysak, bola unga kerak bo'ladigan asbob uskunalarni topib, u joylashga harakat qiladi. Lekin boshida sizlar tushuntirasizlar, to'g'rimi? Bu shifokor unga shunday nimalar. Chunki umumiy faoliyatimiz borda frontal mashg'ulot deb aytiladi. Frontal mashg'ulotimizda biz mavzularni tushuntirib o'tamiz. Keyin markazlarga joylashgan holatda ular o'tilgan mavzuni o'yin orqali mustahkamlab borishadi bolalar. Ham takrorlab olishadi. Ham takrorlashadi, ham mustahkamlashadi. Chunki bu yerda turgan barcha kartochkalar aralashgan holatda yotadi. Chunki bola o'zi topib kerak bo'lgan asbob uskunalarni, predmetlarni joylashtiradi. Bu orqali bolada ham aqliy, ham barcha kompetensiyalar rivojlanadi. O'yin kompetensiyasi, ijtimoiy, hissiy kompetensiyasi, bilish kompetensiyasi, bolada barcha qobiliyatlar ham rivojlanib boradi. Ilk qadam o'quv dasturining afzalligi shu tomonidaki, bitta mavzu oy davomida o'tib boriladi va markazlarimizda 5 ta faollik markazlarimizda o'yin orqali mustahkamlab boradi. Chunki o'yin bolaning faoliyatida eng kerakli faoliyat hisoblanadi. Chunki bola o'yinda o'zini yaxshi his qiladi. Aprel oyi Yer sayyorasi umumiy uyimiz. Misol bir oy davomida bola barcha Yer sayyorasi haqida ma'lumot oladi. Yer sayyorasi, barcha yana Quyosh sistemasi atrofida aylanadigan barcha sayyoralar haqida ma'lumot, atmosfera, astronomiya bilan tanishadi bola. Har bitta bolaga markazda o'tirib o'ynashi uchun har bitta bolaga bittadan mana shu o'yinni yaratdik. Bola Quyosh sistemasi atrofida joylashgan barcha anaqa sayyoralarni topib joyiga joylashtirib boradi. Misol uchun birinchi qaysi bo'lsa oladida, misol uchun Merkuriy. Bola Merkuriyni olib, uni rangidan taniydi-da, u joylashtirib boraveradi. Bir so'z bilan aytganda, frontal mashg'ulotimizda o'tilgan mavzuni markazlarimizda bola ushbu o'yin bilan mavzuning o'zida mustahkamlab oladi hamda takrorlab oladi. Bu o'yin bilan bola atmosfera, ya'ni Quyosh sistemasi haqida yaqindan tanishib oladi. Kubikchalar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Ushbu kubiklarda Qurish, yasash va matematika markazimizda bola kubik yordamida, misol uchun Registon maydoni yoki samolyot, o'sha mavzularda bola raqamlarga qaragan holatda tuzib boradi. Chunki Qurish, yasash va matematika markazi bu bola ham raqam bilan hamda qurish orqali bola Registon maydoni yoki samolyot bilan yaqindan tanishib oladi. Shunisi bilan ahamiyatliki, ushbu o'yinlar, ya'ni bu yerdagi barcha o'yinlarimiz o'zimizni g'oyalarimizga asoslangan holatda, mavzularga moslangan holatda o'zlarimiz yasadik. Yana bolalarni xavfsizligiga ahamiyat qaratgan holda tabiiy mahsulotlardan foydalanishga harakat qildik. Shohnazaxon, nima uchun aynan bular yog'ochdan yasalgan? Mana e'tibor beryapmiz. Ko'pchiligi yog'ochdan tayyorlangan ekan. Chunki yog'ochdan foydalanganligimizga sabab sog'lom turmush tarzi va xavfsizlikka rioya qilgan holatda hamda gigiyenaga rioya qilgan holatda ushbu tabiiy yog'ochlardan foydalanishga harakat qildik. Galdagi nimalar bilan tanishsak, ko'rgazmalar bilan tanishsak, ularni bizga navbatdagi mehmonlarimiz yaqindan tanishtirib o'tadilar. Marhamat. Demak, bu daskamizda bolajonlarimiz transportlar haqida tushunchaga ega bo'lishadi. Havo transporti, yer transporti, suv osti transportlari haqida o'zlari o'rganishib va joylarini topib, o'zlari qo'yishga harakat qilishadi. Bu yoqda yana bitta nimamiz bor, doskachamiz. Bu yerda esa yana aytib o'tganimizdek, o'sha hozirgi oyimiz aprel oyi, sayyoralar oyi bo'lgani uchun bu yerda bolajonlarimiz sayyoralar joylarini topadilar va ularning nomlanishi, qanday turishi haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Bu yerda ikkita daska qo'yilgan. Bu daskalar alohida, ya'ni bitta daskamizda bizda uy hayvonlari berilgan, yana bittasida esa yovvoyi hayvonlar. Bittasiga yovvoyi hayvonlarni, yana bittasiga esa uy hayvonlarini joylashtirishadi bolajonlar. Bular orqali ular mana tabiat suratlari, bittasida esa uy rasmi tushirilgan. Ushbu rasmlar orqali bolajonlarimiz
uy hayvonlari qayerga, yovvoyi hayvonlar qayerga joylashtirish kerakligini o'zlari topib qo'yishadi. Keling, siz ham o'z joyingizni egallashingiz mumkin. Mana Furqat aka, Xiva shahridagi 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyati bilan qisqacha bo'lsa ham tanishdik, ko'rgazmalardan bahramand bo'ldik va tushunchalarni oldik. Demak, bu barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bo'layotgan jarayonlarmi yoki faqat ayrimlarda ko'rishimiz mumkinmi bunday ta'lim sifatini, ta'lim jarayonlarini? Ko'rgan ko'rgazmamiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizdagi, aynan bu maktabgacha ta'lim tashkilotimizdagi yoki boshqalardagi bir qismigina. Bugun tarbiyachi pedagoglarimiz, uslubchilarimiz ta'limiy jarayonda shunday rivojlantiruvchi o'yinlardan foydalanyapti. Chunki talab shunday, dastur shunday, shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ham asosiy mazmun mohiyati ham shundadir. Men endi shu fursatdan foydalanib sizlarni kelgusida tez orada shu may oyini so'nggi 10 kunligida shu eng yaxshi rivojlantiruvchi o'yin tanlovini viloyat bosqichiga taklif qilaman. Bugun viloyat bosqichida ishtirok etadigan rivojlantiruvchi o'yinlarni 7-son maktabgacha ta'lim tashkiloti olib kelmagan, chunki uni ko'rib qolishadi deb o'ylashgan. O'zlashtirib olishlari mumkin. Ha, haqiqatan ham shuning uchun viloyat bosqichiga taklif qilamiz. Siz u yerda bundan-da qiziqarli, bundan-da kreativ, bundan-da innovatsion rivojlantiruvchi o'yinlarni ko'rishingiz mumkin. Ota-onalarimizga ham aytmoqchimanki, bugun bolalar bilan, farzandlari bilan aynan do'konda bo'lsin yoki shu maktabida bo'lsin yoki shu uyida bo'lsin rivojlantiruvchi o'yinlarni o'ynash kerak. Bu bolaning kompetensiyasiga juda katta ta'sir qiladi. Uslubchilarimiz aytishdi, buni o'zimiz yasaganmiz. Buni yasalish jarayonlarida bolalar ham ishtirok etishdimi o'zlari? Yoki o'zlaringiz bolalarsiz yasab ularni nima deydi, ixtiyoriga taqdim qildingizlarmi? Mana Furqat akamiz aytayaptilar, yasashni ham o'rgansin deyaptilar. Demak, bu yasalish jarayonlarida bolalar ishtirok etishdimi? Biz bu rivojlantiruvchi o'yinlarni to'g'risi boshda o'zimiz yasadik. Keyin yasab bo'lganimizdan keyin eng qizig'i shundaki, biz bolalarga amaliyotga bermasdan oldin barcha tarbiyachilar birgalikda o'tirgan holatda hammamiz qiziqarli qilib, boshda o'zimiz o'ynab ko'raylik, qanday bolalarga ta'sir qilar ekan deb. Boshda o'zimiz o'ynadik. Eng qizig'i shundaki, hammamiz berilib ketibmiz-da. O'sha o'yinga berilib ketib, keyin bolalarga taqdim qildik. Bolalarga boshda o'ynatib ko'rsatdik. Misol uchun mana magnitni daskamiz bor. U daskachada bolalar hatto magnit bilan ham tanishib oldilar. Chunki ularga qiziqarli bo'lyapti-da. Nimaga yopishyapti? Qanday yopishyapti bu? Qanday yopishyapti? Shu o'rinda fikrim davomi sifatida aytmoqchimanki, bu yerdagi rivojlantiruvchi o'yinlarni ota-onalar uy sharoitida ham o'zlari yasashlari mumkin, bolalari bilan birgalikda. Masalan, oddiygina shu ruxsat bersangizlar shuni tanishtirib o'tsam, shu bir oddiy karton qog'ozlardan yasalgan. Bularda mana ko'rib turibsizlar, kartochkalar bor. Uyda ham ota-ona, bizada aholimiz katta ko'pchiligi hovli, qishloq joylarda yashashadi. Shunda chiqindilarni tashlash, ekologik madaniyatni shakllantirish uchun uy sharoitida, uyda biza bolalarga o'rgatishimiz kerak. Aynan shu o'yinlar orqali uydagi biza shu chiqindilarni maxsus qutilarni yasab turib, shularga tashlashni o'rgatishimiz kerak. Eng yaxshi investitsiya bu bolalarimiz tarbiyasi uchun tikilgan investitsiya hisoblanadi. Bugun kelajak, davlatni, millatni kelajagi ham aynan bolalardir. Mana hozir oldimizda ko'rib turibsiz, har xil rang-barang kartochkalarimiz bor. Uyda, 2 qavatli uyda yoki shu xonadonda, ko'p qavatli xonadonlarda yashaganda ham oddiy zinalarimizda ota-onalarimiz bolalarimiz uchun raqamlardan qo'yib sanashni ham o'rgatishi mumkin. Hamma yerda metodika bor. Hamma yerda. Shuning uchun faqatgina biz ta'limni, tarbiyani ota-onalar bilan birgalikda olib borsak, natijaga erishamiz. Natija bo'ladi, kelajak bo'ladi, ta'lim tarbiya bo'ladi. Furqat aka rahmat mana shunday fikr mulohazalar uchun. Albatta bugungi dasturimizda xush ko'rdik. Savollarimiz ko'p, savollarimiz bisyor, chunki o'zimiz ham qiziqib ketdik yuqorida aytganday, lekin dasturimizning kun mehmoni sahifasiga ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Muhtaram muxlislar, biz bilan suhbatda Xorazm viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi ta'lim sifatini ta'minlash va innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'lim boshlig'i Furqat Ro'zmetov hamda Xiva shahridagi 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining uslubchi va tarbiyachilari ishtirok etishdi. Sizlarga yana bir bora tashakkurimizni izhor qilamiz. Sizlarga ham rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat. Suhbatimizning davomi sifatida bugun dasturimizga Urganch shahridagi 33-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari, jajji o'g'il qizlarimizni taklif qilganmiz. Ular ijrosida ajoyib raqsdan bahramand bo'lamiz. Marhamat. Do'ppi tikdim ipaklari tillodan ipaklari demang sari tillodan jilo bersam gullarga jilo bersam gullarga o'zin olur bezaklari tillodan o'zin olur bezaklari tillodan Ko'zini tashigan olmoning lola Ko'zini tashigan olmoning lola Dilijona bilan nola qilur nola Dilijona ila kuyli go'zal lola Dilijona bilan nola qilur nola Dilijona ila kuyli go'zal lola Dilib bora yigit yora yigit Kuyla dilim sanda Yana kuyla baland O'chsa dilim zora Ko'zini tashigan olmon